Avvalambor hammangizga kattakon rahmat aytishni xohlayman. Sabab bugun ikkinchi marta obunachilarimiz soni 10 mingdan oshdi. Avvalgi profilimizga hakkerlar hujum qilganligi sababli uni kamida 3 oy mobaynida bloklab qo'yishga majbur bo'ldim va ikkinchi o'zlarimizni profilni yuritishga harakat etdik hamda TikTok va YouTube platformalarida ham o'zlarimizni kanallarimizni ochdik. Ularga ham iltimos qilaman, qo'llab-quvvatlab qo'shilib qo'ysangizlar. Nasib bo'lsa tez orada dum yaxshi, ajoyib video kontentlar chiqarishga, podkastlar uyushtirishga harakat etamiz. Sizlarni shunchalik qo'llab-quvvatlab turganingiz bilan bo'lib turibdi bu narsalar bilan bor. Qolaversa, bizning xalqimizning muntazam darajada tarixi, madaniyati, o'zligimizga qarab qiziqib turganini, intilib turganini ko'rib, men xursandman. Zamon shunday bo'lib qoldiki, endi hamma ham kitob o'qib bilmaydi, lekin shu kitobdagi o'qigan, o'rgangan narsalarimizni biz video reels orqali joylashga harakat etib turibmiz. Bundan maqsad shu bizning video kontentimizni ko'rib, Xorazm elimizga, Xorazm yurtimizga, butun O'zbekistonimizdan, butun O'rta Osiyodan, turkiy dunyodan mehmonlar, turistlar kelsin, donisin, ijobiy ma'noda ongina ijobiy ma'noda bir aqlina, fikrina qolib ketsin deb harakat etib turibmiz. Nasib bo'lsa rejalarimiz bor. Agar shu 100 minglik o'zlarimizni chegaradan o'tsak, ya'ni Instagramda tez orada podkast boshlash niyatimiz bor. Agar 1 million yetadigan bo'lsak, chet tilida ham o'zlarimizning kontentlarni olib chiqib, ya'ni Xorazm diyori, turkiy dunyo, O'zbekiston haqidagi kontentlarimizni butun dunyoga ko'rsatish rejalarimiz bor. Avvalambor Alloh taolaning kuch-quvvati berishi bilan, qolaversa sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz bilan nasib qilsa shunday marralarga ham yetib o'tiramiz. Har doim aytadigan gapimiz shu, sizlarga kattakon rahmat. Xorazm güch.